Zelenskiy Kupianskga boribdi. Buni nega aytyapmiz? Chunki biz o'zimiz adashmasam 2 hafta oldingi ko'rsatuvlardan biz fikra tahlil dasturida aytyapmiz. Kupianskni Rossiya olganligi to'g'risida. Biz buni g'arb tahlilchilarining ham fikriga tayangandik. Bunda Rossiyanikini ham, ya'ni o'rtasini olish uchun. To'g'ri, g'arb aytyapti, to'liq olib bo'lmadi. Rossiya asosiy qismlarini olib bo'ldik dedi, lekin Vladimir Putin shahar juda ham bir xavfsiz emas. Buni tan olamiz degan fikri ham bor edi. Endi esa Zelenskiy Kupianskga borib, Kupiansk degan bir shaharni yozuv bo'ladi-ku, shuni oldi suratga tushganini qo'ygan. Shokirjon, buni videosi ham bormidi? Menga imkon bo'lsa shunday. Shuni efirga bersangiz, keyin biz ekspertlarimizga savolimiz bor. Ya'ni nima deysiz? Mayli, ovozi bilan qo'ying. Endi ukraincha. Бажаю здоров'я. Сьогодні Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, Я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів в дипломатії. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую, хлопці, слава Україні! Demak, Ukraina prezidenti Zelenskiy Kupianskga kelib, ya'ni bu hudud hali Rossiya tomonidan to'liq olinmadi degan bir masalani aytib ketyapti. Bu Kharkiv oblastidagi hudud, buni bilamiz. U Pokrovsk bilan aralashtirib yubormanglar. Demak, Kupiansk shahri bu Kharkiv oblastida. Boya men Vladimir Putin biroz xavfli deganda Kupiansk emas, Pokrovsk bilan adashtirib yubordim. Kupiansk to'g'risida bunday demadi, lekin Kupianskni takrorlashimiz mumkin deb aytdi Vladimir Putin. Agar g'arb ishonmayotgan bo'lsa nimalargadir, biz Kupianskni yana bir bor takrorlashimiz mumkin dedi. Agar xaritaga, Rossiya tomonidan taqdim etilgan xaritalarga e'tibor bersak ham, Kupiansk mana bu hududda turibdi. Demak, mana bu hududda, bu Kharkivdagi shahar va muhim shahar hisoblanadi, chunki Kupianskdan keyin Izyum turibdi. Agar Izyum egallanadigan bo'lsa, Slavyansk, Kramatorsk va Konstantinovka Qurshovga tushib qoladi. Ya'ni ta'minot zanjiridan uziladi. Shuning uchun ham Kupiansk juda ham muhim. Yaqinda shu Rossiya qurolli kuchlari Vladimir Putinga bu shahar ham olinganini aytayotgan. Endi savol paydo bo'ladi. Kimdir aldayapti? Kimdir aldayapti? Muxtor aka? Yo'q, Ukraina qarshi hujumga o'tdimi? Endi realist bo'lish kerak bu masalada. Ya'ni qarshi hujumga o'tish juda ham katta resursni jamg'argandan keyin insoniy, qurol-yarog' va hokazo xalqaro va voqelik ham shunga to'g'ri kelishi kerak. Olaylik o'sha faol qarshilik ko'rsatish uchun, ya'ni hamkorlar tarafdan ham jiddiy razvedka ma'lumotlari, uzoq masofaga uchadigan raketalar va hokazo, ya'ni kutilmaganda bunday hodisaning yuz berishini hozirgi urush voqealaridan kelib chiqadigan bo'lsak, baho berish qiyin. Endi Kupianskda ahamiyati haqida ko'p gapirilgan. Bu o'sha Kupiansk avvalo o'sha Kharkiv viloyatining bir qismini egallash maqsadida emas, o'sha Donbassni egallash va unga boradigan ta'minotni uzib qo'yish uchun. Kupiansk egallanishi yordam kuchlarining yetib borishligini qiyinlashtiradi va faol ravishda Rossiya bu hududga kirib borishligiga imkon yaratadi. Va hozirgi muzokaralar fonida ham asosiy masala shu bo'lyaptiki, o'sha 20% adashmasam, o'sha Ukraina kuchlari nazoratidagi Donbass hududi o'shani savdosi ketyapti. Bu savdoda Ukraina haligi yana bir o'sha baribir post kolonializm kelamiz. Ukraina haqida ukrainlar emas, boshqalar gapiryapti-da. Ya'ni Ukraina bu yerda ojiz, Ukraina resursi cheklangan. Ukraina Amerika nimasi shuni qiladi va bosim o'tkazsa bu hududlarni topshirishi ham mumkin. Bu yerda bu xabar u yerga borishligidan maqsad avvalo ko'proq mafkuraviy axborot. Ya'ni Ukraina hali bu ojiz emas, Ukraina qarshilik ko'rsatishi mumkin. Mana prezidenti o'sha yerdagi bu chiqish bilan harbiylarga ham, Ukraina xalqiga ham o'ziga xos dalda beryapti. Ya'ni Ukrainani bu o'zini taqdirini belgilashda subyektligi bor. Ukraina taqdirini tashqaridan belgilanmaydigan davlat deb ko'rsatishga harakat qilyapti. Bu birinchidan. Ikkinchidan, hozir muzokaralar fonidan ajralmagan hodisa deb o'ylayman. Muzokaralar foni texnik darajada ketyapti. Birinchidan shu hudud masalasi, ikkinchidan bu hududlarni harbiy yo'l bilan egallanishi Rossiya qanchalik qimmatga tushsa ham Rossiya bunga borishga tayyorligini ko'rsatyapti.
demak bu yerda masala qanchalik darajada buni qiymati bo'ladi. Harbiy qarama qarshilik, iqtisodiy sanksiya, o'sha terminallarga, neft terminallariga, kemalariga hujumlar natijasida bundan ko'radigan Rossiya talafoti qanday bo'ladi? Shu narsalar ko'proq. Uchinchidan esa bu Ukraina inqirozidan keyin hozirgi diplomatik bir yechim topilgandan keyin keyingi taqdiri nima bo'ladi? Kim boshqaradi Ukrainani? Revanshistik kuchlar boshqaradimi yoki shu taqdirga tan beradigan kuchlar boshqaradimi? Va G'arbning iqtisodiy birinchi o'rinda Amerika qo'shini iqtisodiy yordami, Ukrainani qayta tiklash masalalaridagi yondashuvlari aynan shu lider masalasi ham bor. Shuning uchun ham bu yerda saylov bejizga aylantirilayotgani yo'qda. Saylov o'tkazilgan desa, Zelenskiy aytayaptiki, xavfsizlikni ta'minlab ber deyapti. Xavfsizlikni ta'minlab bera olmaslik bu yerda ayon, demak, saylov o'tkazilishi hozirgi kunda bir imkonsiz vaziyat deb taqdim etishga harakat qiladi. Har qanday holatda ham saylov o'tkazgan desa, bu Ukraina jamiyatiga jiddiy signal bo'ladiki, demak, G'arb Zelenskiyni almashtirmoqchi. Bunday holatlar baribir har qanday jamiyatga teskari effekt beradi-da. Ya'ni tashqaridan odam olib kelib, hozirgi vaziyatni o'zining manfaatiga o'zgartirmoqchi. Har qanday hozirgi shu holatda Zelenskiyga muxolif bo'laman degan inson Ukraina jamiyatiga vaziyat aslida bunday emas deb ishontira olish kerak. Bu juda ham murakkab. U sobiq harbiy bo'ladimi, Zalojniy bo'ladimi? Mana Zalojniy bunday rolga rozi bo'lmasa kerak. Amaldagi muxolif siyosiy partiya vakillari bo'ladimi? Ular ham bunga rozi bo'lmaydi. Ya'ni Ukrainani hozirgi voqelik rivojlanishi bu yerda nazarimda to'liq Zelenskiyning qo'lida. Qaror qabul qiluvchi shaxs Zelenskiy va bu aynan shu front hududiga borish orqali ham Ukraina uchun hozir chekinadigan hudud yo'q. Demak, oxirigacha boradi. Oxirgi, ya'ni bu shu mafkuraviy bir bosimlar bo'lsa ham Ukraina G'arb oxirgi Ukraina askarigacha kurashadi degan bir axborot bosim bo'lsa ham, ya'ni boshqa bir variant yo'q. Bu yerda chekinish hududi hozir ko'p qaysi tarafdan Yevropaga bog'liq bo'lib qoldi. Hozir Yevropa bilan Ukraina bitta o'yinchi. Bu savdoda bitta o'yinchi. Yevropa ligi shunday fikrlar bor. Agar Ukrainani qo'llab-quvvatlamasa, Rossiya bu hududlarni egallagandan keyin Ukrainadagi bir yevro integratsiya mafkurasi ham o'zgaradi va o'sha tashqi agressiya endi ruslarga emas, Yevropalarga qaratilishi mumkin. Rossiya ikki karra kuchayishi mumkin. Bu yerda NATO vakillari aytayapti-ku, agar kelajakda majburan rus tilida gapirishni istamasangiz, bugun harakat qiling degandek bir bayonotlar bilan chiqishyapti. Endi bu axborot chiqadi. Endi albatta axborot. Ya'ni NATO haqiqatan ham qo'rqyapti bu yerda va Ukrainani qo'llab-quvvatlash kerak, lekin unga moliyaviy, texnologik o'zini NATO deganimizda NATOning Yevropa qismi deylik, imkoniyatlari yetarli emasligi va uning uchun hozir bu imkoniyatlarni hosil qilish uchun vaqt kerakligi va bu vaqt hozir Yevropada yo'qligi asosiy muammo bo'lib turibdi. Va tezkor qaror qabul qilishligi, o'ziga xos bir muddatlar belgilanishligi bu yerda Amerika Qo'shma Shtatlari tezroq bu urushdan natijasi qanday bo'lishi qat'iy nazar chiqishga intilayotganligini ko'rsatadi. Endi qisqaroq qilishga harakat qilaman. Asosiy fikrim Muxtor akaning fikrlariga qo'shilgan holatda aytish kerakki, hozir birinchi o'rinda bu axborot urushi avvalo. Ya'ni urushni o'zi 3 ta asosiy taraflardan biri borki, axborot urushi bo'ladi, harbiy urush bo'ladi, ijtimoiy, iqtisodiy bitta taraflama bo'ladi. Ya'ni bu yerda asosiysi axborot urushi va bu holat xalqni ruhlantirishga, raqib tarafni bo'lsa ruhsizlantirishga, ulardan nisbatan jur'atni pasaytirishga bo'lgan urinish sifatida ham ko'rsatishimiz mumkin. Ikkinchidan bo'lsa, ya'ni bu holat orqali o'zini Zelenskiy pozitsiyasini kuchaytiryapti. Fikrlarga qo'shilaman va demokratiya unutmaslik kerakki, Tramp demokratiya orqali hokimiyatga keldimi? Saylovda uni rostdan ham saylashdi va hokimiyatga keldi. Lekin o'sha demokratiya tufayli Zelenskiy ham hokimiyatga kelganda. Va hozir Ukraina asosiy kuchi bu demokratiyadir. Agar Ukrainada xuddi Rossiya yoki boshqa davlat singari avtoritar tuzum bo'lganda, allaqachon mana Kongodagi yoki boshqa Afrika davlatlaridagi singari hokimiyat atrofidagilar bilan kelishgan holatda hukmdorni ag'darish mumkin edi-da. Va Ukrainada xalq turibdi va bu holat uni asosiy kuchidir. Ya'ni Kanadada bo'ldi-ku, ya'ni asli Kanadada saylov arafasida liberal partiya, ya'ni ko'proq AQShdagi demokratlar partiyasiga yaqinroq bo'lgan partiya hokimiyat Justin Trudeau bosh vazir edi va u partiya o'zi reytingi tushib ketayotdi.
yutqazish ehtimoli juda ham baland edi-da. Lekin Trampni men kerak bo'lsa Kanadani 51-shtat qilishim kerak degan gapidan keyin kanadaliklarning milliy g'ururi kuchayib, qaytanga Trampga teskari bo'lgan aynan liberal partiyani o'sha Trudeaudan keyingi nomzodi Mark Carneyni bosh vazirlikka saylab qo'yishdi. Ya'ni o'zi yutqazib qo'ydi Tramp. Asli Tramp xalaqit bermaganda o'zi yaxshi ketayotdi. Unga moyilroq, uni qarorlarini qabul qiluvchi bo'lardi. Shuning uchun bu yerda uni pozitsiyasi Muxtorga fikr bildirmoqchimisiz? Saylanmadi u. Просто partiyaning ichida ham holat bo'ldi. Yetakchisi almashdi, lekin yetakchi almashgandan keyingi saylovda g'alaba qozondi-ku Kanadada. Mana yetakchi almashgandan keyingi saylovlarda ham liberal demokrat Mark Carney saylov bo'ldi aka. To'g'ri, yetakchi almashgandan keyin saylov bo'ldi. 2025-yil martdagi saylovlar aytyapman. Dastlab to'g'ri saylovga agar Trudeau bilan borganda yutqazishi mumkin edi. Ya'ni shunaqa bo'ladiki, anglo-sakson tizimida, endi Angliya tizimida bu yerda Kanada ham Avstraliya ham inglizcha tizimda boshqariladi. Ya'ni partiya ichida ham boshqa saylovlar muhim ahamiyatga ega, lekin xuddi mana Angliyadagi bosh vazirlikka Rishi Sunak partiya ichida saylanib erishganda, lekin haqiqiy saylovda yutqazib qo'ydi-ku. Keir Starmer yutdi-ku, o'shanday gap bo'ldi. Va unda Mark Carney yutdi-da ikkinchi saylovda ham. Keyin ikkinchi masala, yana bitta masala shundan iboratki, bu yerda Kupiansk masalasi bu Xarkov viloyatida joylashganda. Ya'ni bu yerdagi bitta masala borki, agar Kupiansk nafaqat strategik jihatdan, bu yerda Rossiya talablari nuqtai nazaridan masala borki, biz agar bu holatda Kupiansk Xarkov viloyatiga daxl qilmaydigan viloyatda ham agar bu holatda agar bormasa, nimasi ham kuchlanardi-da pozitsiyasi va bu yerda Zelenskiy o'zini siyosiy obro'sini oshira oldi ham borganligi. Ya'ni bu urushdan qo'rqmayotganligi, ikkinchidan bo'lsa hammasi joyida, biz kurashsak bo'ladigan masala bor va Muxtor aka fikrlarga qo'shilaman, qaysi fikrlargaki, ya'ni urushning davom etishi hozirgi vaziyatda Yevropaga strategik imkoniyat beradi, vaqt beradi. Ya'ni 2029 gacha bo'lgan rejasi bor Yevropaning, Rearm Yevropa degan. U deyarli $1 trillion loyihada, ya'ni Yevropa armiyasini qayta quradi. Buning uchun vaqt kerak. Bu vaqtni bo'lsa Ukraina beryapti. Ukraina forpost bo'lib beryapti-da. Va Ukraina shuni xohlayotgan ekan, mustaqil uchun nima uchun qurol bermasligimiz kerak degan masala bor va unutmaslik kerak, Amerika Tramp ming urushdan chiqishni xohlasa ham, ming Putin bilan kelishga intilsa ham bu institutsional tizim unga yo'l qo'ymaslikka harakat qiladi. Bu nafaqat Yevropa, nafaqat Ukraina, bu yerda Amerikaning o'zida ham buni yoqtirmayotgan, bu tizimning kerak bo'lsa ahmoqona ekanligini bilayotgan ilmiy siyosiy doiralar mavjud. Ular bunga yo'l qo'ymaslikka, universitetlar, butun boshli harbiylar, generallar, ya'ni establishment deydi-ku, ular bu bo'yicha chuqur ishlashyapti. Kerak bo'lsa agar bu bo'yicha Epstein ishi ko'tarilishi mumkin, boshqa ishlar ko'tarilishi mumkinki, ya'ni muhimi shunga xalaqit bermaslik uchun. Chunki Tramp manfaatlari bilan Amerika manfaatlari, Tramp yutsa ham Amerika yutqazsa bu yutqazish bo'ladi. Hozir xuddi shu masala qarama-qarshilik bo'lyapti. Ukraina masalasida ham haligi Mendich ishi Zelenskiy ishiga ham aylanib ketishi mumkin-da. Shunga tortishga harakat qilishyapti. Ya'ni Epstein ishi bilan Mendich ishi bir-biriga o'xshaydi. Ya'ni kim bu yerda korrupsioner degan aslida, ya'ni korrupsioner inson urush paytida iqtisodiy manfaatni o'ylagan inson urushdan keyin ham Ukrainani boshqarishi mumkinmi? Ya'ni yangi narrativlar yaratishga harakatlar borda. O AQShdagi holatga ham o'xshaydi. AQShdagi ham aynan Trampni mana shu o'ziga xos vatanparvarligini ortida yuksak bir darajada axloqsizlik yoki qonunbuzarlik, qonundan tashqari harakatlar bor degan bir narrativ yaratishga harakatlar bor. Buni siyosiy doiradagi siyosiy texnologlar ikki tarafda ham deylik bir-birini biladigan siyosiy texnologlar ishlayotganga o'xshaydi-da. Ya'ni uslublar bir xil. AQShdagi Trampga qarshi harakat bilan Ukrainadagi qarama-qarshi harakatda, ya'ni Trampga qarshi xuddi mana inglizcha uslub bilan ingliz texnologlar ishlayotganga o'xshasa, Ukrainada bo'lsa amerikalik texnologlar mohiyatan borga o'xshaydi. Ya'ni chunki bir milliy manfaatlar ham bor-da va unutmaslik kerak. Hozirgi vaqtda xuddi Amerikadagi boshqaruv tizimi personalizmga yaqinlashib boryapti-da. Va personalizm bilan institutsionalizm o'rtasida kurash ketyapti-da va bularning ko'pini 2026 noyabrdagi oraliq saylovlarda ko'rib olamiz. Ya'ni bu yerda asosiy Amerikadagi nozik nuqta noyabrdagi oraliq saylovlari, bu yerda Ukrainada bo'lsa, uni korrupsion ayblovlardan ayblanishdan maqsad Zelenskiyni qayta saylanishiga yo'l qo'ymaslik. Qayta saylangan taqdirda ham buni korrupsiyaga chiqarib turib,
bu korrupsiyada ayblagan holatda qurol yarog'ni sotishni to'xtatishlik. Ya'ni Bahona qidiryapti. yordam to'xtatish uchun yordam Bahona qidirayotganga bahona qidirayotganga o'xshaydi.